Demek 4 xil o'qituvchi mavjud. Birinchi o'qituvchi qanday bo'ldi bo'lsa, odatli o'qituvchi. Odatli o'qituvchi odat faqat dars o'tadi va u doim qachon soatning tushishini o'ylaydi. U qachon soatning tushishini o'ylagansa, soat tushmaydi. Nisbiylik nazariyasi. Ikkinchi o'qituvchi, yaxshi o'qituvchi. Bular tushundirdi. Yoki tushuntirish urindi. Uchinchisi a'lo o'qituvchi. Bular ko'z tutdi. Ya'ni misol qilib ko'z tutdi. Har xil usullardan foydalanib ko'z tutdi. To'rtinchisi qalb o'qituvchi. Qalb o'qituvchi bo'lsa ilhomlantir. İlham berish. İngliz tilida ilhom berish deganni inspire deymiz. Spire degan xat spirit, ya'ni ruh degan xatdan direkt ko'rdi. Indiga odat oldi qo'shiluvchi ichiga degan gap. Bularning ilhom berish degani uning ichiga ruh bo'ditish degan gap. Ya'ni uni qattiq kuchlantirish, o'ziga ishontirish tuyg'usi paydo qilish. Chunki maktabda insonda bo'lsin hamma narsa o'rganilmaydi. Maktabda birli narsa o'rgatilsa, o'qituvchi muvaffaqiyat qozondi. U bo'lsa-mu mangu o'rganish ro'yini shakllantiradi. Bu bek muhim nuqta. Ya'ni bir o'qituvchi dars o'tish jarayonida bolalarda mangu o'rganish ro'yini yüzüge olan işiniş ro'yini şekillendire o'qituvchi en ahırda inspire qilgan bo'ldi. Biz buni qalb o'qituvchi deb qaraymiz. Demek bu maktabdagi yoki o'qituvchilar orasidagi Pigmalion effektining nimasi ta'siri. Odamning o'zini shakllantirib qo'yadigan, ya'ni Pigmalion effektining 3-chi alomati nereden keldi bo'lsa, ba'zi bekitilib ketgan ko'z qarashlar. Nurg'un odamlar bularni yoshlarni deb qaraydi, hech kim qilolmagan ishni men qilolmayman deb o'ylaydi. Diqqat qilinglar. Hech kim qilolmagan ishni men amaliyotda hech kim qilolmagan ishni hamon bir kuni birisining qila oladiganligiga ishonmaydi. Bu vaqtda men Roger Bannisterni misolga olaman. Roger Bannister kim? Roger Bannister Amerikadagi bir yugarguchi, odatli bir yugarguchi. 1950-yillarda Amerikada bütün fiziologlar, doktorlar, olimlar nimda bekitgansa, odamning eng yuqori nuqtadagi 1 mil aralıqqa, 1 mil deganimiz taxminan 1600 kilometr keldi. Aralıqqa eng tez bo'lganda 4 minut yuguraydi dedi. Agar 4 minutda tez yugurishga intilsa, yurak portlashga qarab mangdi yoki fiziologik sistema darhol bu kuchni qabul qilolmay itilib qoldi, hushsizlandi deb tushundirgan. 20 yil, 30 yil mana mush bekitilib ketgan qoida bo'yicha mangan. Har qatdan tantarbiyachilar 4 minut mancha, 4 minut mancha, 4 minut mancha chiqqan. Buni hech kim buzolmagan. Garchi ular hargizmi 4 minutdan tez yugurish oldida doktormanda degan to'xtab olay demaydi. Balki ular ongsiz holda buning ishonganlik uchun har qancha tirishsimi baribir 4 minutdan tez yugurmaydi. Mana mushundaq bir davrda Roger Bannister chiqdi va men 4 minutdan tez yugura olmayman dedi. Garchi buning kishilar ishonmadi. Halbuki 3 yil tirish oqisida 1955-yil 6-oylar bo'lsa kerak. U yugurib rost degandek 4 minutdan buzib etdi. Ya'ni 3 minut 59 sekund 14 daqiqa holatda bo'ldi. Bu xabar Amerikada bütün doktorlarni, fiziologlarni usal qilib qo'ydi. Shundaqla nurg'un tantarbiyachilarni hayajon soldi. Bu xabar tarqalib bir haftadan keyin Avstraliyalik ishki yugurguchi oqibadan 3 minut 58 sekund chiqdi. Siz o'ylab qaranglar. Bu xabar angladi. Ya'ni bu tantarbiyachilar bu xabarni anglagandan keyin eng yuqori 4 minut degan narsa xato ekanligini bildi. Ongsiz holda hali uni cheklayotgan 4 minut yo'qolib ketdi. Ular shu holatda 3 minut 58 sekund chiqdi degan. 1 yildan keyin 200, hozir taxminan 700 dan ortiq tantarbiyachi, 9000 dan ortiq qitim bu rekordni buzib baqdi. Endi hozirgi cho'ng rekord 3 minut 43 sekund atrofida bo'lyapti. Demak, bu haqiqat nima tushuntiryapti desa, ko'pincha vaqtlarda bekitilib ketgan ma'lum nuqta, hech kim qilolmaydi degan nuqta odamga intayin ta'sir qildi. Men tantarbiyachilarning ichida Linani yaxshi ko'raman. Lina kim? Lina jungoliq undaq set kitob mayra. Lina'nın jungo qo'shgan to'pisi nurg'un tanarkashlar qaraganda ilg'or deb qarayman. Chunki jungo emas butun Osiyoga. Chunki men mush hozir qadar tek Osiyodan hech qanday mayl er bo'lsin, mayl ayol bo'lsin tantarbiyachi yuqori darajalik musobaqalarda, Lina chempion bo'lgan musobaqalarda tek hozir qadar hech qanday bir Osiyodan bir odam chempion bo'lib baxmagan. Ammo Lina'nın chempion bo'lishi jungo emas butun Osiyoga sharaf keltirdi. Lina chempion bo'lgandan keyin butun Osiyodagi Osiyo qini va barliq xalqlar nima deb o'ylaydi desa, asl bizmi
chempion bo'la oladi ekanmiz dedi. Demak, qilolmaydi degan bu nuqtani Lena buzib o'tdi. Men shuni ishonaman. Bunday kim Jungoda bu chempion bo'lganlar orqadan chiqadi degan. Demak, bu xil ko'ni qetliq qolgan ko'z qarashlar nima shakllantirdi-sa, ongsiz holda odamni pastga tortib maqtan. Kasallikmi shunga o'xshaydi. Masalan, Milton Eriksonni misolga olsak, Milton Erikson 12 yosh vaqtida kasallik qoldi, saqayib, shunday ig'ir kasal. Doktor apsig'i bolangiz bugun kechni saq salomat o'tkazolmaydi deb, bugun kech o'lib ketdi deydi. Buni anglagan ana qattiq azoblandi. Aniq bu ig'ir keldi. Milton Erikson o'zining o'ldiganligini anglab buningdan azoblanmaydi 12 yosh, ammo apsining azoblanganidan azoblanib ketdi va agar men bugunla o'lmasam, opamning azobini bir kun bo'lsa-mu aql yandira olaydi ekanman deb kecha uxlamaslikni qaror qildi. Milton Erikson uxlamaydi, hech o'lmaydi va vaqirab ketdi. Apa, men bugun o'lmadim, men hayotda. Buni anglagan apsi shunda xush bo'lib ketdi. Uning xushalligini ko'rgan Milton Erikson agar men o'lmasam bular xushal bo'ldi ekan deb o'lmaslik qarori keldi. Demak, Milton Erikson mana shundaq umidvorlik bilan yashab, eng oxiri 1990-yili 75 yoshida o'ldi. Doktorlar saqaymaydi o'ldi degan odam eng oxiri 75 yoshda o'ldi. Bu yerdagi masala nima mo'jiza? Sizni bir odamning saqaytanmasligi sizning saqayanmasligingizni darak bermaydi. U faqat saqaytanmaydi, ammo siz saqaymasligingizni darak bermaydi. Bu yerdagi ruhning, bu yerdagi umidvorlikning odam hayotida odam o'ylamagan darajada mo'jiza yaratish. Buni bo'ldi Milton Eriksondanmi so'z qilmayli. Men o'tganda o'z ko'zim bilan ko'rgan bir paranglashgan bir xotellik odam bor. Bu odam 7 yilning oldida rak bo'lib qolgan. Doktorlar uni eng oxirgi bosqichga ekansan 1,5 oyda o'lib ketsan degan. Bu odam bu gapni anglab aeroplanda ketib berib shunday azoblangan. O'zining o'lib ketishini azoblanmagan. Ya'ni o'zi o'lib ketgandan keyin ballarning, ayolning nima kunlarda qoldiganligini o'ylagan sir azoblangan. Ammo deydi, aeroplanni Xotenga qo'nashdan bir yarim soat ilgari tuyuqsiz yugurib ketdim deydi. Men nimishqa ular men o'lib ketsan desizlar, buni ishonma. To'xta, men 1,5 oy bo'lsa-mu, men nayt xushal yashashim kerak ekan deb bir tuyuqsiz yugurib ketdim deydi. Mana 7 yil bo'ldi deydi. Ba'zi dorilarni ancha-muncha tanishib yeyman deydi. Chemoterapi qilmayman deydi. Chemoterapi degan hol yo'q. Bir umidvorlik bilan yashayapman deydi. Men qachon o'lib ketimni bilmayman, ammo o'lgicha men xushal yashashni qaror qildim deydi. Demak, bu nimalarni ko'rsatyapti degan vaqtda bu xil ko'z qarashlarning ko'pincha odam ongsolda tatib. Albatta men bir Uyg'ur boz postim bilan Uyg'urlardagi bu xil ko'z qarashlarning nurg'un Uyg'ur farzandlarini aşı 4 mil chekdan chiqarolmayotganligini bilmay. Qandaqdir nurg'un odamlar ma'lum bir chekni bekitib qo'ygan, ma'lum o'tmishdagi, tarixdagi ba'zi olimlarni sizpirish orqali sen mushni hal qilsang bo'lmaydi, sen dunyoviy qaltishlarni qilolmaysan deyish orqali ularga zarb berdi. Bu xil ko'z qarashlarni nim qildi desa, bu bolalarning ilgarilashini to'sadigan. Kini dini apsi nim deb o'qitgan desa, tur bolam o'rningdan. Sen isonda bo'lsin, sen zo'ngtongliqdan, ya'ni prezidentlikdan boshqa ishni qamlashtirib olmaysan deb singdirdi ekan kallasi. Napoleon Bonaparte apsi har kun ertaga o'g'aqqan vaqtda, balam siz o'rningdan tur, sen bir kun uxlab qolsang, dunyoning ishlari bir kun oxir so'zildi deb o'rgatgan. Demak, Napoleon Bonaparte kichik vaqtdan boshlab dunyoning ishlari manqaldi deb cho'ng'an. Bizning farzandlarimiz bo'lsa, mayl ota-ona, mayl atrofdagi kishilar, mayl o'qituvchi bo'lsin, bolalardan unchalar zo'r umid kutmaydi. Bu xil ularning ko'z qarashi bolalarning ilgarishi ig'ir darajada to'sqinlik qildi.